Xoja Ali Romitani. Xoja Ali Romitani Xoja-i Azizon nomi bilan mashhurdirlar. Bu zot sharif Romitanning Qo'rg'on qishlog'ida tug'ilganlar. Maqomotlari g'oyat oliy, karomatlari bisyor, kasblari to'quvchi bo'lgan. Xoja Alining Xoja Muhammad va Xoja Ibrohim ismli o'g'illari bo'lgan. 4 ta mashhur xalifalari bo'lib, Xoja Muhammad Kulohdo'z, Xoja Muhammad Xalloj, Xoja Muhammad Bovardiy va Xoja Muhammad Boboy Samosiylardir. Xoja Ali Romitanining Risola-i Azizon kitoblari mashhur bo'lib, ushbu kitobda quyidagi hikmat va she'rlar mavjud. Ul Alloh kim tanu jonni yaratdi, har a'zoni bir xizmatda qaratdi. Tilda illat ko'rdi-yu etdi tutqun, og'iz zindon, tilni anda qamatdi. Rashahodda yozilishicha, Xoja Ali Romitani 1310-yil, maqomoti Shohi Naqshbandda ta'kidlanishicha 1321-yilda vafot qilganlar. 130 yil umr ko'rganlar. Qabrlari Ko'hna Urganchda obod ziyoratgohdir. Xoja Alining Romitandagi Qo'rg'on qishlog'ida tabarruk qadamjo ziyoratgohlari bor.